o'zining uyida o'zining tilida gapirishni istamaydigan odamlarni deputat qilib qo'ygan xalq. Endi biz hatto bu deputatlarni bizning millatimizning o'zi deputat degan narsa millat vakili degan. Millat vakiliki o'zining millatining tiliga, ya'ni o'zining tiliga qarshi turgan bo'lsa, bunday demak millatning bor yo'qligi haqida o'ylab ko'rish kerak bo'ladi-da. Va men ana shunday odamlarga ovoz berganligim uchun, shunday odamlar bilan bir joyda nafas olayotganligim uchun va shular bilan birga o'zbek degan millatning nomini, titul millatning nomini tashiyotganligim uchun nomus qilaman. Mana mening shu deputatlar orasida men taniydigan amaldorlar, men taniydigan olimlar, men taniydigan ijodkorlar, jurnalistlar ham bordirki, men ana shunday odamlar bilan chog'dosh bo'lganim uchun ham, millatdosh bo'lganligim uchun ham, vatandosh, yurtdosh bo'lganligim uchun ham nomus qilaman deb bemalol ayta olaman. Chunki o'z uyingda, o'z yurtingdagi o'z millatingning tilini oldinga surishni istamayapsan ekan, demak sen kimningdirsan, o'zbekniki emassan. Va bu endi juda og'ir davo, og'ir bir birovga qo'yilayotgan ayb. Lekin fakt shuni ko'rsatadi. Mana kecha o'sha 123 kishidan qancha 65 kishining qarshi, qarang, yarmidan ko'pi 65 kishining qarshi ovoz berishi, o'zining ota tilining ravnaqiga qarshi bo'lishi, qo'llanilishiga qarshi bo'lishi. Qayri mana yana bir qandaydir deputatlar chiqibdi, bir hech uyalmasdan befarosatlik bilan qandaydir bir deydi keksalar, nogironlar bir borib qolsa-yu, rahbar men o'zbek tilidan boshqa tilini bilmayman desa, bu ayb emasmi deydi. Qanday aql bilan go'yo shuni bir mantiq deb hisoblayapti. Xo'p, sen ana rus tilini bilding, borki qozoq tilini, juhud tilini bilding, lekin kars borib qolsa baribir karsdan o'rganib kelmaysan-ku. O sen uni qabul qilishing kerak, davlatning idorasidasan, davlatning tilida qabul qilishing kerak-ku. Tashqaridan keladigan odamlarga qarshi qurolli kuchlarni qo'yish mumkin ekan-u. Ichingdan chiqqan yovlarga, o'zini anglamagan manqurtlarga qarshi turish bu endi bizning millatimizning qismatida bor narsa ekanda. Va bu mana shunday vaqtda millat uyg'onmog'i kerak bo'ladi. Lekin millatning eng ilg'or qismi millat vakillariki shu ahvolda bo'ladigan bo'lsa, bu millatning qachon uyg'onishi haqida yomon gumonlarga, yomon xavotirlarga tushib qolishingiz tabiiy. Bilmayman, bunga farosati yetib qilyaptimi, yetmay qilyaptimi? Agar yetib qilayotgan bo'lsa, bu dushmanlar yetmay qilayotgan bo'lsa, joyini bo'shatib qo'yish kerak.